Azizlar, bir narsani eslatmoqchiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nubuvvat kelmasdan avval, payg'ambarlik kelmasdan avval ham maqtalganlar. Nimalar bilan maqtalganlar? Dunyolari bilan desangiz yo'q, yetim bo'lganlar. Qo'y boquvchi bo'lganlar, dunyo bilan maqtalmaganlar. Obro' bilanmi desangiz yo'q, obro' ham yo'q hali. Ota-ona yo'q, amakini qo'lida o'siyat qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nubuvvat kelmasdan oldin ham maqtalgan bitta sifat bor. Bu ham bo'lsa axloqlar bo'ldi. Mushriklar payg'ambar alayhissalomning yoshligidan axloq go'zalligi bilan maqtalgan. Muhammad mehmondo'st, Muhammad haqni gapiradi, Muhammad amin, ishonchli deb mushriklarning o'zi ham tan oldi. Makkani, Ka'bani tarixiga nazar soladigan bo'lsa, Ka'ba buzilganida Hajarul Aswadni qo'yayotganda Qurayshliklarning oqsoqollari talashgan. Men qo'yaman, men haqliman, men qo'yaman deb. Shu vaqtda aytishganki, Ka'bani eshigidan kim birinchi kirsa, shunga qo'ydiramiz. Shunda hech kim xafa bo'lmaydi. Qarab tursalar Ka'ba tarafga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelyapti. Hali payg'ambar emas. Nima dedi oqsoqollar? Muhammadul amin kelyapti. Biz shuni tosh qo'yishiga rozimiz deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning farosatlari va aqllari shu darajada ediki, muborak kiyimlarini yechib, to'rt tomondan to'rtta oqsoqolni ushatib Hajarul Aswadni Ka'baning oldiga olib borganlar. Shunda to'rtta qabila ham ko'targanday bo'ldi. O'zlari so'ng Hajarul Aswadni qo'yib berganlar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom kelmasdan avval, payg'ambar bo'lmaslaridan oldin ham odoblari bilan, axloqlari bilan xalq ichida tanilganlar. Va shu bilan nubuvvatni keyin qabul qilganlar. Demak, musulmonning eng go'zal sifati nimada? Odobida, axloq. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim Allohga taqvo qilsa va go'zal ibodatda, axloqda bo'lsa, jannatda menga eng yaqini bo'ladi deganlar. Ushbu hadisni Imom Navoiy sharhlab aytibdilarki, Allohga taqvo qilish bilan odobning nima farqi bor? Desa, sharhlab beribdilar. Taqvo deganda banda Robbisi bilan o'zining o'rtasidagi amallariga go'zallik bo'lsa, axloq esa inson bilan o'rtasida bo'ladigan muomalalarda debdilar. Demak, Allohning buyurganini qilish bilan bir qatorda insonlar bilan ham chiroyli muomalada bo'lgan inson jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan eng yaqin joyda turadi. Boshqa bir hadisda esa kimning axloqi go'zal bo'lsa, kechalari ibodat bilan, kunduzi esa nafl roza tutganning savobini oladi. Kechasi tahajjud turish erkakning ishi. Rijol deyiladi hadisda. Rijollarning namozi kechasi uyqusini harom qilib tahajjudga turish hamma ham qo'ldan kelavermaydi. Lekin axloqi go'zal bo'lgan inson go'yoki kechasi tahajjud o'qib, kunduzi esa nafl roza tutgan insonning savobiga ega bo'ladi deyiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Nima uchun men axloqni zikr qilyapman? Chunki biz yurtda ham o'zimizga yarasha axloqimiz bor. Lekin bugun biz Makka va Mukarramaga haj qilish uchun keldik. Bu yerda bizning millat yana bir karra qanday axloq egasi ekanligimizni bilish kerak. Men jaydarcha qilib aytaman azizlar. Haligi ilmiy qilib aytmoqchi emasman. Bir oy tishga qo'yasizlar deydi. Bu yerda har xil millat bor. Har xil rangli insonlar bor. Har xil tabiatli insonlar bor. Bizning tabiatimizga to'g'ri kelmas. Bizning axloqimizga to'g'ri kelmas. Lekin tishga qo'yamiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man hajja falam yarfus va lam yafsuq raja'a ka yawma waladat ummu. Kim hajga kelsa-yu odobsizlik qilmasa, fisq fujur qilmasa, onadan tug'ilgan go'dakdek qaytadi deganlar. Biz bu yerga dam olgani kelganimiz yo'q. Bu Antaliya emas, bu Turkiya, Malayziya emas u. Biz O'zbekistondan kelayotganda aytganmiz. O'ta qattiq issiq, bu yoqqa qarasang tog', bu yoqqa qarasang cho'l. Biz u yerga bitta niyat bilan boryapmiz. Nima? Haj qilish uchun kelyapmiz. Alloh meni rozi bo'larmikin deb kelyapmiz bu yerga. U keyin qaytgandan keyin dam oladigan kurortga boraveramiz. Bu yer kurort emas. Shuning uchun havo issiq bo'lishi mumkin. Salomatligimiz ba'zida bir holat bo'lishi mumkin. Tishni tishga qo'yib, Allohdan so'rab, "Ya Robbi, men seni uyingga boshimni egib keldim. Maqsadim 50 ga kiribman, 70 ga kiribman, 80 ga kiribman. Bunday hayotga qarasam, gunohlarim nihoyatda ko'p ekan. Shu meni hajimni qabul qilarmikinsan? Gunohlarimni kechirib yuborarmikinsan deb keldim.
Sani huzuringga kelib so'ragan insonni xafa qilmaysan deb yolvorib, yig'lab bir oy Alloh taologa ibodatni qilib olsak, marra bizniki. Ana shu axloq bizda bo'lishi kerak.